Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bundan oldingi videoda biz sizlar bilan xlorofitum parvarishi haqida ozgincha gaplashgan edik. Bugun bo'lsa men sizlarga xlorofitum chiroyli turishi uchun, chiroyli o'sishi uchun nima qilish kerakligini bitta kichkina sirni gapirib beraman. Bu narsa kim uchundir to'g'ri keladi, kim uchundir to'g'ri kelmaydi. Agar sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta qo'llab ko'ringlar. Xudo xolasa natijasi juda ham zo'r bo'ladi. Va bugun sizlar bilan xlorofitum ko'paytirish haqida qisqacha gaplashamiz. Biza taxminan 1 oy oldin xlorofitum qalamchilarini suvga solib qo'ygan edik. Mana ildizlari tayyor bo'ldi. Bu haqida ham alohida video bor, albatta ko'ringlar. Qanaqa qilib kesganmiz, nima suvga solganmiz, suvga qo'shimcha nima solganmiz, hammasini tushuntirib berganmiz. Bugun shu tayyor bo'lgan qalamchilarni tuproqga ekamiz va sizlarga qisqacha ko'rsatib beramiz. O'zi xlorofitumda mana shunaqa gul shoxlari paydo bo'ladi. Keyin bu gul shoxlardan mayda ko'rimsiz gullar paydo bo'ladi. Keyin bu gullardan o'sha jetkalari paydo bo'ladi. Jetkalari ozgincha kattaroq bo'lgandan keyin bemalol olib suvga yoki tuproqga solib ko'paytirsanglar bo'ladi. Faqat bu jetkalarni bu yilligini emas, keyingi yilligini ishlatishingiz kerak. Misol uchun bu yil shundan jetka chiqadigan bo'lsa, buni biz keyingi yil olamiz, ozgincha kattaroq bo'lganda. Do'stlar, video davomida men sizlarga hammasini tushuntirib ko'rsatib beraman. Kim bizning kanalda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda har kuni faol biz. Birinchi sizlar bilan xlorofitumni chiroyli qilish haqida qisqacha gaplashamiz. Xlorofitum chiroyli o'sishi uchun, sog'lom bo'lishi uchun, pishni bo'lishi uchun hamma gul shoxlarini tegidan kesib olib tashlash kerak. Bilasizlar, juda ham ko'p xlorofitumlarda gul shoxlari juda ham ko'p bo'ladi. Mana shunaqa yerga hammasi osilib turadi va gul shoxlarida juda ham ko'p jetkalari bo'ladi. Bunaqa payt xlorofitumni hamma kuchi, hamma oladigan moddalari faqat jetkalarga boradi. Asosiy mana shu ona xlorofitumga hech balo yetib bormaydi, chunki hammasi shu jetkalariga ketib qoladi. Asosan jetkalari juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, xlorofitumning holati xunuk bo'ladi. Bu narsa asosan yozda issiqda yoki qishda sovuqda juda ham bilinadi. Shu uchun yoki hamma jetkalarini olib tashlanglar yoki jetkalarini qisqartiringlar. Shu gul shoxlarini kamroq qoldiringlar. Agar sizlar hamma jetkalarini olib tashlaydigan bo'lsanglar, hamma kuch, hamma oladigan moddalar asosiy xlorofitumning o'ziga boradi va xlorofitumning holati juda ham chiroyli bo'ladi. Bizda ham yozda shunaqa muammo bo'ldi. Mana shu jetkalari juda ham ko'payib ketdi va hamma kuch shu jetkalarga ketib qolgandan keyin biz hamma jetkalarni olib tashladik. Mana shuni o'zi qoldi. Bu ham o'zi yaqinda chiqdi. Buni ham hozir videodan keyin tegidan kesib olib tashlaymiz. O'zi bu hamma xona gullariga taalluqli. Misol uchun mana shu senseveriyani oladigan bo'lsak, ozman olay buni. Mana bu ona senseveriya, bu jetkasi va bular bir-biriga ulangan. Mana bu yerda ozman ochib ko'rsataman. Mana shu ildiz orqali bular bir-biriga ulangan. Biz buni olib tashlamasak boshqa tuyaga yoki buni mana shu joydan kesib tashlamasak, bu ona senseveriya bizda rivojlanmaydi, boshqa o'smaydi. O'zi bu hozir o'sishdan to'xtagan. Buni biz kesib tashlab yoki olib tashlaydigan bo'lsak, keyin bu o'sishni boshlaydi. O'zi bu ishni biz qilishimiz kerak, lekin hozir bunga qo'l yetib bormayapti. Aytganimdek, bu hamma o'simliklarga taalluqli. Misol uchun aglanema gullaganda sizlar gulini olib tashlamasanglar, aglanemaning o'zining holati juda ham xunuk bo'lib ketadi. Bu ham gullaganda, endi bu kamdan kam gullaydi. Shu gulini iloji boricha kesib tashlanglar. Diefenbach, aglanema, monsteralarda gullarni darrov kesib tashlash kerak. Buni chunki gullagani sizlarga hech balo foyda bermaydi. Gullari ko'rimsiz. Buni kesib tashlagan yaxshi. Endi men aytganimdek, bu kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Chunki bir xilla xlorofitumni shu jetkalar bilan yaxshi ko'radi. Shu jetkalar osilib tursa, ular uchun chiroyli. Men uchun ham misol uchun shunaqa holati chiroyli. Ko'proq jetkalar osilib tursa, chiroyli ko'rinadi. Lekin issiqda, aytganimdek, issiqda, qishda ona xlorofitum, shu asosiy xlorofitumni o'zi qiynaladi. Agar sizlarda hozir holati xunuk bo'lsa, misol uchun ko'paytirishga ehtiyoj sizlarda bo'lmasa, jetkalarni hammasini olib tashlanglar. Xudo xolasa mana bu yil yoki keyingi yil albatta jetkalari chiqadi. Mana xlorofitumni gul shoxini tegidan kesib olib tashladik. O'zi bizga bu kerak emas edi. Endi mavzuning ikkinchi qismiga o'tamiz. Xlorofitum qalamchilarida ildiz paydo bo'lgandan keyin tuproqga ekish. Mana ko'rib turibsizlar, ildizlari paydo bo'lgan. O'zi har doim ildiz 2-3 sm bo'lgandan keyin bemalol tuproqga ekib qo'ysanglar bo'ladi. Biz universal tuproq ishlatamiz, faqat ozgincha perlit qo'shib yubordik. Hozir buni hammasini aralashtirib olamiz. Shu yerda bor hamma xlorofitumlarni bitta tuyaga ekamiz. Endi bu yerda nechta borligini men aniq bilmayman, sanamadim. Mana shu bitta kichkina tuyaga ekamiz. O'zi xlorofitum kelajakda chiroyli bo'lishini xohlasanglar, ko'p bo'lib turishini xohlasanglar, bitta tuyaga kamida 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta ekinglar. Hech qachon bitta tuyaga bitta ko'chat ekmanglar. Unda chiroyli ko'rinmaydi. Kamida 3 ta ekinglar. Biz hammasini ekib olamiz. Albatta bu yerda zich bo'ladi, lekin bahorda biz kattaroq tuyaga olamiz. Bahorda ham lekin ajratmaymiz. Hammasi bitta tuyada kelajakda ham o'sadi.
Do'stlar, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga buni ekkandan keyin tuproqda tezroq ildiz otishi uchun nima oziqa berish kerakligini tayinlab, hammasini mana pipetkadan tayinlab qo'yganman. Hammasini tayinlab ko'rsatib beraman. Albatta biz hozir ekayotganini sizlarga ko'rsatib bera olmayman, chunki bitta qo'lda buni qilish juda ham qiyin. Hozir ekib olamiz va keyin mavzuga qaytamiz. Mana xlorofitum qalamchalarini bitta tuyaga ekib qo'ydik. Bu yerda bizda 6 ta qalamcha bor ekan. 6 ta qalamchani aylantirib, ozgincha yotqizib ekib qo'ydik. Hozir albatta ko'rinishi ozgincha xunukroq bo'lib turibdi, lekin bir hafta 10 kundan keyin bu qalamchalar hammasi o'rnidan turadi va shunda juda ham chiroyli ko'rinadi. Ozgincha siyrakroq bo'lib turibdi, chunki biz ildizi yonidagi ortiqcha barglarni hammasini olib tashladik. Mana shuncha bargni olib tashladik. Buni sizlar albatta olib tashlaylar. O'sha ildizi oldidagi barglarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlaylar. Agar buni olib tashlamasanglar, tuproqning ichida bu chirishi mumkin va buni hisobiga ildiz ham chirishi mumkin. Biz albatta ekkanimizdan keyin oddiy suv bilan yaxshilab sug'ordik, yaxshilab suv berdik. Yarim soatdan keyin tarelkasidagi suvni to'kib yubordik. Mana hozir yaxshilab suv ichgan. Endi bu xlorofitumimizda stress bo'lmasligi uchun, ildiz yangi joyda tezroq o'sishi uchun, ildiz yangi joyga tezroq ko'nikishi uchun biz albatta oziqa beramiz. Va bu joyda bu maqsadda ishlatadigan eng zo'r oziqa bu Artifex Agrochem Radifex stimulyatori. Bu ildiz uchun juda ham zo'r stimulyator. Hozir men sizlarga buni tayinlashni, ishlatishni qisqacha ko'rsatib beraman. O'zi Artifex Agrochem 6 ta oziqasidan 5 tasi bu gel shaklidagi oziqa, Radifex bo'lsa bizda suyuq oziqa. Shu uchun bemalol pipetkada o'lchasak bo'ladi. Yarim litr suvga 10 ta tomchi Radifex solamiz. Asta ko'rsatib beraman sekin-sekin. Mana bitta tomchi, ikkita tomchi, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 5 ta soldik, endi yana 5 ta solamiz. 6, 7, 8, 9, 10. Agar 1 litrga tayinlaydigan bo'lsanglar, 20 tomchi solinglar. Hozir buni yaxshilab aralashtirib olamiz va keyin gullarimizga beramiz. Do'stlar, Radifex oziqasini har qanaqa xona gullarini ildizini rivojlantirish uchun yoki xona gullarini boshqa tuyaga olganlarda o'sha yangi joyda ildizini rivojlantirish uchun, xona gullarini ekkandan keyin, mana shunaqa ko'chatlarini ekkandan keyin yoki kichkina xona gullarini tezroq ildizini rivojlantirish uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana bizdan tayyor bo'lgan oziqani endi hozir bunga beramiz birinchi bo'lib. Mana ozgincha jigarliroq bo'ldi oziqamiz. Mana yaxshilab suv quygandek berasizlar. Va ortib qolganini shu boshqa ko'chatlaringizga ham bemalol beraversanglar bo'ladi.